Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Avvalo hammalarni kelayotgan Qurbon hayiti bayrami bilan tabriklaymiz. Xo'p, yana bugun bir ishimizni yakunladik. Akfa alyumin zolotoy dub. Yo'di uyga oq 2 qavat steklopaket bo'lgan oynalar 2 qavat, padagonilari bilan 2 teshik 2 rom 3 ta portishka olib berganmiz. Romlarini eni 1.93, bo'yi 1.55 bo'lgan. Eshiklari 1.18 ga 2.30lik eshiklar. Ruchkalarini termo ruchkadan qo'yib berganmiz. Yopilishlari cho'tga chiqib, xudo xolasa ligirovkalari nihoyatda. Romlarini o'rtadan bitta ochilish qilib berganmiz, 40 lik padagonga qo'yib berganmiz. Romlar ham Akfa originaliga bo'lgan, hammasi xudo xolasa rezinkalarigacha. Oynalari ham steklopaket, mo'k apparatda yopishtirilgan. Xudo xolasa uzoq xizmat qiladi. Pedallari ham firmani o'zini pedallari. Akfa firmasini o'zini emblemalari. Yopilishlari cho'tga xudo xolasa. Mana bitta bitta romiz ham xuddi shu razmerda standart, 1.93 eni bo'lgan, 1.55 bo'y bo'lgan. Bittadan ochilishi o'rtasi 40 lik padagonlik. Portishkalarimiz OP74 ga 50 bo'lgan, unaqa portishkadan 3 ta bo'lgan. Portishkalari hammasi 2 qavat oynaga bo'lgan. Narxiga keladigan bo'lsak, общий hammasini 10 million 200 mingga qo'yib berdik. Akfa alyumin zolotoy originaliga bo'ldi. 2 qavat steklopaket oyna bo'ldi. Portishkalari mexanizm qaychi bo'lgan, bir ko'rib beramiz portishkalarni. Portishkasi ham 2 qavat oyna, ochilishi mexanizm qaychi bo'lgan. 90 gradusga ochiladi. Xohlagan gradusiga to'g'ri olsa bo'laveradi. Qulaylik yaratish maqsadida mexanizm qaychi qilib berganmiz. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Andijon Buloqboshi tumanida, Qo'rg'oncha qishlog'ida manzilimiz ham. Vodiy bo'ylab ustanovka xizmatlarimiz bor. Nomerlarimiz 99lik 909 95 91. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Har doim xizmatinglardamiz.